Assalomu alaykum. Do'stlar, agar yozgi ta'tilni chet elda o'tkazmoqchi bo'lsangiz, viza bilan ovora bo'lishni xohlamasangiz, bu video aynan siz uchun. Bugun sizlarga yozda Turkiyaga borish haqida, qayerga borish kerak, qancha pul ketadi va qanday foydali maslahatlar bor, barchasini aytib beraman. Turkiya o'zbekistonliklar orasidagi eng mashhur davlatlardan biri. O'zbekistonliklar pasporti bilan borsa kifoya. Viza talab qilinmaydi. Parvozlar ko'p, chipta soniga nisbatan arzon. Ovqatning mehmonxona va transport hamyonbop. Til muammosi esa deyarli yo'q. Agar birinchi marta chet elga chiqayotgan bo'lsangiz ham Turkiya juda qulay. Yozda Turkiya iyun-avgust oylarida juda issiq bo'ladi. Sentyabr-iyul oylarida borsangiz juda qulay oylardan biri hisoblanadi. Hammadan muhim savol tug'ilishi mumkin: qaysi shaharlarga borish kerak? Antaliyaga borsangiz dengiz, plyaj, mehmonxonalar, oilaviy dam olish uchun ideal joy hisoblanadi. Istanbul esa tarixiy joylar, shopping, arzon ko'cha ovqatlari, Bodrum yoshlar uchun tungi hayotlar, chiroyli plyajlar. Agar sokin dam olishni xohlasangiz, Antaliya. Harakat xohlasangiz Istanbul yoki Bodrum. Ko'pchilikni qiziqtirayotgan savol pul masalasi. O'rtacha xarajat aviachiptaga $300-500, mehmonxonalar $30dan $80gacha kunlik. Ovqatlar $15-25gacha. Kunliga u ham. Transport masalasi $5-10. Agar oldinda bron qilsangiz, Turkiya juda arzon dam olish mumkin. Mehmonxonani oldindan bron qiling. Quyoshdan himoya kremini olib yuring. Bozorda savdolashing. Internet uchun lokal sim karta oling. Bu mayda maslahatlar sayohatingizni yanada qulay qiladi. Xullas, yozda arzon, qulay va chiroyli davlatlar qidirayotgan bo'lsangiz, Turkiya eng to'g'ri tanlov. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling va kommentda qaysi shahar haqida alohida video xohlayotganingizni yozib qoldiring.